Siz hali ham o'z maqsadingizga erishmadingiz. O'sha ajoyib biznes rejani tuzdingiz. O'zingizga va'da berdingiz sport zalga borishlikni, lekin hali ham o'sha joyda emassiz. Chunki siz eng katta xatoni qildingiz. Siz rejangizni dunyoga e'lon qildingiz. Sizning dushmaningiz dangasalik emas. Sizning dushmaningiz bu sizning tilingiz. Men sizga aytaman, sukut saqlash sizni hayotingizni saqlaydi. Hammamizda shunaqa narsa bo'lgan, qanaqadir g'oya paydo bo'lganimizda biz yaqinlarimizga, ota-onamizga, yo akamizga, ukamizga yoki yaqin do'stlarimizga borib aytamiz. Do'stim, menda biznes g'oya bo'ldi, paydo bo'ldi. Nima deysan? Dahshat bo'lib ketadi deganingizda, do'stingiz sizga nima deydi? Zo'r-ku. Dahshat dedi. Sizni maqtaydi. Bu holatda miya reallik bilan xayol ajrata olmaydi. Va siz maqtovni eshitganingizda sizda miyangizda nima sodir bo'ladi? Bilasizmi? Bu holatda siz men bu narsaga erishib bo'ldim degan his-tuyg'u bo'ladi. Chunki bu holatda dopamin chiqdi. Dopamin nimaga javob beradi? Dopamin sizni harakatingizga deb qarsak chalganda yoki o'sha qiyin ish qilganingizda mukofot sifatida chiqaradi. Demak, biz qildik. Biz buni qila oldik va erishdik. Siz shu narsani dozasini olib qo'yasiz. Oddiy maqtov bilan. Keyingi safar harakat qilmoqchi bo'lganingizda bu narsani qila olmaysiz. Chunki siz уже to'qsiz. Dopamin sizga to'qlik hissini berib qo'yadi. Chunki siz o'sha kerak narsani olib qo'ydingiz. Miyaga kerak bo'lgan gormonni уже просто gapirib qo'yib siz yutqazdingiz. Bu meni gapim emas. 2009-yil Nyu-York universitetida psixolog Peter Woltz 163 kishida tadqiqot o'tkazadi. Bu tadqiqotda hammaga maqsadinglarni yozinglar deydi. Ya'ni rejalarni yozinglar deydi. Bunda guruhni ikkiga bo'lishadi. Birinchi guruhga siz yozgan rejalaringizni hammaga e'lon qiling deydi. Va ikkinchi guruhga esa sukut saqlang. Bu holatda nima bo'ladi? Buni natijasi ajoyib bo'ladi. Birinchi guruhdagilar 33 daqiqagina ishlaydi. Keyin ulardan borib so'rashsa, nima qildingiz? Shu vaqt 45 daqiqa berilgandi sizga. Desa, ular aytadi, 33 daqiqa ishladim, bo'ldi, dam oldim deydi. Nega unaqa deyapsiz? Chunki men erishib bo'ldim-ku deydi. U erishib bo'lmadi hali. Lekin miyasida u aytgani uchun hamma qarsak chalib uni degani uchun shu qilib bo'ldim deb o'ylabdi. Ikkinchi guruh esa 45 ming to'liq ishlaydi ular. To'liq ishlaganda ham bor ulardan so'rasa, nima qildinglar desa, u aytadi, "Yo'q, hali qilib bo'lmadim" deydi. "Hali shuncha qadam bor, qilishim kerak." Nega unaqa bo'lyapti? Bu holatda chunki hali gormon nomadi-da. Degan qarsagi, "Sen uddalading" yoki "Men uddaladim." Shu gormon splik bo'lishi hali ularda bo'lmadi u narsa. Bu narsa tarixda ham bo'lgan. Tarixdagi eng katta inqilob bu shovqinda emas, sukutda bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? 2004-yil Steve Jobs binafsha loyihasini qiladi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz loyiha qilayotganingizda ofisingizga ishchilar keladi, ketadi, mana shunaqa bo'ladi. Lekin unaqa qilmaydi. U bunker qiladi. Tasavvur qilasizmi? Bunker deganda nimani nazarda tutdim? Ishchilar kelib nima ish qilayotganini hech kimga ayta olmaydi. Даже farroshlar ham kelib shunaqangi sekretni ishlab ketishadi. Hech kim bilmaydigan bo'ladi. Nega unaqa qiladi o'zi? Agar chiqib Steve Jobs hammaga ommaga chiqib, "Men telefon sohasida revolyutsiya qilyaptim. Men knopchli telefon emas, men o'sha smartfon telefon qilmoqchiman" deb aytganida, uning ikkita raqibi bor edi, katta, bu bozor bo'yicha. Nokia va BlackBerry. Agar bular aytganda, bular nima qilardi? Ideyasini o'g'illarni o'zlari qilardi. Lekin shu holatda Nokia rahbari eshitib qoladi bu narsa. Yoki qayerdandir bilib qoladi. Shu holatda ham u nima deydi? Qilsa qilaversin deydi. Chunki deydi, misol uchun biznesingizda o'xshab ketayotgan ideya bo'lsa, uni bizgingiz kelmaydi, yangilagingiz kelmaydi. Chunki yaxshi ketyapti. Lekin shu holatda 2007-yilda Steve Jobs chiqib, ommaning oldiga chiqib, bu loyihani ko'rsatadi. Ya'ni iPhone. Butun dunyo shokda bo'ladi. Shuning uchun siz ham rejangizni binafsha loyihasidek qiling. O'zingizni rejangizni hech qachon arzonga sotmang. Va eng katta emas bu.
Bu oltin qoida deb o'ying. Ikkita oltin qoida bor. Payg'ambarimizgina aytaman. Muammodan saqlanishni xohlasangiz yoki qanaqadir muammoga duchor bo'lishni xohlamasangiz 3 ta a'zoyingizni tiyishingiz kerak. Undan bittasi bu til. Va ikkinchisini aytadigan bo'lsam, ikkinchisi yo foydali gapiring yoki jim turing. Va o'zimiz Revolt qoidamizga keladigan bo'lsak, Revoltdan sizlarga nima qilish kerak degan bo'lsangiz, biz sizga 3 ta qoida beramiz. Rejangizni yozing, lekin gapirmang. Qog'ozga yozilgan maqsad bu shartnoma bo'lishi kerak. Og'izda chiqarib qo'ymashingiz kerak bu narsa. Chunki og'izda aytganingizda bu shamoldek uchib ketadi. Ikkinchi qoidamiz esa natija shovqin qilsin, so'zingiz emas. Ya'ni eng xavfli odam bu nimani o'ylayotganini hech kim bilmaydigan odam. Odamlar sizni uxlayapti deb o'ylaysiz, lekin siz uyg'oqsiz. Ular sizni rejangizni emas, natijangizni ko'rsin. Uchinchi qoidamiz esa tanqidchilarni bloklang. Rejangizni aytishingiz bilan shubhalar boshlanadi. Bu qiyin deydi, qo'lingdan kelmaydi deydi. Agar siz buni aytmasangiz, ular bilmaydi. Ular bu narsani bilmasa, demak siz oldindasiz. Agar hayotingizda ham shunaqa voqealar bo'lgan bo'lsa, misol uchun aytib o'xshamagan vaziyatlar bo'lsa, kimgadir aytdingiz va shu ishingizga o'xshamay qolgan bo'ladi. Shu narsani kommentariyada izohlarda qoldiring. Buni o'qigan odamlar foyda oladi va haqiqatdan shunaqaligiga isbot bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Revolt bu orzu emas, o'zgarishlar. O'zingizga qarshi kurashni hozir boshlang.